رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. Xulosa shuki, bugungi mavzuyimiz takfirizm haqida. Aslida endi sarlavhada takfirchilarga raddiya degan nimani qo'ydik biz. Nima uchun desangiz, chunki endi men o'zim taniydigan odamlarda ko'p emas, hammasini bilmayman. Nechta takfirchilarni taniyman, nasihatni yoki bir ularga eslatmani eshitmaydida. Bunaqa raddiya desangiz agar yugurib kelishadi, shu siz bilan urushib, so'kishib shunaqa qilmoqchida. Shunaqa nimalari bor, tabiati bor, shunaqa bilmayman, shunaqa yo'llari bor. Shunaqa yo'lni tutib olganlar nasihatni eshitmaydida. Albatta men hamma haqida gapirmayman, bu noto'g'ri-da, hamma haqida. Endi bilganlarim haqida gapirdim va shu uslub bilan ularga yetkazish mumkin deb bilaman. Va bilamanki, mana bu darslarimizdan keyin bularni o'zlariga to'g'ri keladigan joylarda bunday kesib olib turib har xil mazax qilib chiqarishlari ham mumkin. Endi men hammasini aytmayapman, ba'zilarini taniydigan odamlarimni aytyapman. Va oldindan aytib qo'yamanki, umumiy qilib mana bu men hozir tayyorlagan mavzu talashib tortishib, urib so'kishib, bir-birimizni nima qilib yurishimiz uchun emas. Bu shar'iy dalillar, albatta Qur'on sunnatdan keltiradigan dalillar va nechta xavflar bor takfirizmda va bu islomga begona g'oya bo'lganligini umumiy qilib hammasini inshaalloh Qur'on sunnat ila buni tushuntiraman. Bu yerda qanaqadir faloncha shayxning fikri yoki faloncha ulamoning fikri degan gap bo'lmaydi. Aynan Qur'on sunnat asosida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nimani qoldirib ketgan bo'lsalar, o'shalar asosida dalillar keltiriladi va bu dalillar haligi takfirizm yo'lini tutgan odamlarni so'kish yoki kamsitish yoki urushish, ular bilan yoki talashib tortishib yurish uchun emas. Bu ularni fikrlantirib, shoyatki to'g'ri yo'lni tutsalar, mana shu fikrlardan keyin, ya'ni shu dalillardan keyin shoyatki to'g'ri yo'lni tutsalar. Mana shu uchun, ya'ni nasihat bu bir birodar musulmon bo'lganlari uchun ularga asosiy islom yo'lini ko'rsatish uchun, ya'ni islom bunaqa bo'ladi. Mana bu yo'l islomning yo'li emas degan shunaqa yondashuv. Va bu ham ularni kamsitib, kufrga ayblab, ularni kofir degan masala bilan yondashmaslik. Alloh saqlasin. Bismillahirrohmanirrohim. Men bitta jumla aytib o'tib ketaveraman. Birinchi islom o'zi nima? Mavzuga kirdik. Islom nima? Islom bu aslida aqida va shariatdan tashkil topgan va risolatdan. Aqida nima? Aqida bu 6 narsa. Amantu billahi, Allohga iymon keltirish, va malaikatihi, va malayikalariga, va kutubihi, va kitoblariga, va rusulihi, va rasullariga, va yawmil oxir, va oxirat kuniga, va qadri xayrihi va sharrihi minallohi taala. Taqdirni yaxshisi ham yomoni ham Alloh subhanahu va taolodan ekanligiga iymon keltirish. Bu iymon. Shariatchi desiz, shariatda qat'iy ahkomlar bor va donni ahkomlar bor. Qat'iy ochiq bo'lgan harom halollar bor va ochiq bo'lmagan harom halollar bor. Ya'ni mutashabbih, muhkam oyatlar. Endi halol umumiy qilib ochiq, halol ochiq, harom ham ochiq, o'rtalarida shubha desak, bunday yondashsak tushunarli bo'ladi hammaga. Chunki Qur'oni Karimda muhkam mutashabbih degan oyatlar bor. Dilalatu zon deyiladi uni, dalolati zon qiladi, zon bo'lgan oyatlar bor. Subuti qat'iy bo'lsa ham. Shuning uchun shariatda ikki xil hukmlar bor. Bu donni hukmlar va qat'iy hukmlar. Donni hukmlar aniq bo'lmagani uchun bitta mujtahid uni halol desa, ikkinchisi mujtahid harom deyishi mumkin. Masalan, go'sht masalasida. Masalan, ot yemaslik, masalan, makruh, harom degan fikrlar ham bor, masalan, halol deganlar ham bor. Va shunga o'xshaydigan boshqa masalalar juda ko'p. Ularga kirib ketmaymiz, bizga kerak emas. Hozirgi mavzuyimizga. Va risolat bor. Risolat degani bu payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lgan kunlardan boshlangan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Jabroil alayhisalomni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yuborib, Qur'onni nozil qilgan kundan boshlab risolat boshlandi. Ya'ni dunyoga tarqalish, dunyoga tarqatish kerak. Yetkazish kerak odamlarga buni misol. Endi musulmon kim? Musulmon kim desangiz, musulmon shunaqa odamki, Allohga iymon keltirib, uni shariatini qabul qilgan inson. Asosiy masalan la ilaha illalloh Muhammadan rasululloh desa, kofir bo'lsa agar oldin, bu musulmon bo'ladi.
Musulmon shunaqa odam. Va albatta islomga kirgandan keyin mu'min degan nimasi ham bor, martabasi ham bor. Musulmon bilan mu'minning farqi shundan iboratki, musulmon bu taslim bo'ldi Allohga. Mu'min bu taslim bo'lgandan keyin o'z dinida musibatlandi yana. Yana Alloh subhanahu va taolo uni diniga yana shunaqa sinadi. Bu mu'min bo'ladi. Endi qisqacha qilib aytganda. Umumiy qilib aytganda musulmon deyotgan paytimizda la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni aytib qabul qilib shariatni u bilan yashab, umumiy qilib islomning g'oyalarini tan olgan insonni aytiladi. Endi islomni qabul qildi inson. Masalan, musulmon bo'ldi, u kofir edi oldin. Islomni qabul qilgandan keyin uning pozitsiyasi boshqa insonlarga nisbatan qanaqa bo'ladi? Birinchi, inson qachonki Alloh subhanahu va taologa iymon keltirsa, birinchi qaraydigan narsasi butun borliq Allohning mulki. Ya'ni mahluqotlar, inson bo'lsin, jinlar bo'lsin, hayvonlar bo'lsin, hayot bo'lsin, koinot bo'lsin, umumiy qilib aytganda borliq Alloh subhanahu va taoloning mulkidir. Va shu jumlada men ham Allohning mulkiman. Ya'ni insonlarning ustidan hech qanaqa meni haq huquqim yo'q. Men borib turib bir kishini gunohlarini hisob-kitob qilib, u gunohlari uchun jazo berib, mukofot berib yoki uni bu ishni qil, u ishni qil deb bunaqa pozitsiyani tutishim noto'g'ri. Musulmon bo'lgandan keyin men Alloh subhanahu va taolo menga nimani buyurdi va nima qilishim kerak degan prinsip turadi-da. Insonlarga xo'jayin bo'lmaydi inson. Illo Alloh subhanahu va taolo buyurgan tarzdagina muomala qilishi mumkin. Undan chetga chiqmaydi. Chunki undan chetga chiqsa, Alloh subhanahu va taolo buni ham jazo beradi. Musulmon inson boshqalarga nisbatan pozitsiyasi shunaqa bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi dunyodagi odamlarni ko'rib turadi. Dunyodagi odamlar zalolatda bo'lsa, bu zalolatdagi odamlarni hidoyatga chaqirish kerak degan fikr unga paydo bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Anbiyo surasining 107-oyatida shunday marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz deyapti Alloh subhanahu va taolo faqat deyapti seni deyapti. Faqat seni deyapti. Olamlar uchun rahmat qilib biz shunaqa yubordik, ya'ni shunaqa payg'ambar qilib tanladik. Risolating dunyo uchun, insoniyat uchun rahmatdir. Illa rahmatan lil alamin. Rahmat degani mehribonchilik birinchidan. Va rahm degan so'z bu onaning qornini rahm deyiladi. Va boshqa oyatlarda qarasangiz innamal mu'minuna ikhva degan oyatlar ham bor. Boshqacha qilib aytganda Alloh subhanahu va taolo ota-onani sabab qilmadi, aynan islomni sabab qilib qo'ydi insonlarni aka-uka bo'lishiga. Shuning uchun bu ham rahmga kiradi. Rahm deyiladi. Rahm shunaqa mehribonlik, bu insonlarga nisbatan shunaqa bir yaxshi narsalarni tilash. Endi ikkinchi variant paydo bo'ladi. Kimdir keladi, dunyoga g'azab bilan qarash kerak. Kofirlarni qirib tashlash kerak, musulmonlarni dindan chiqarish kerak, kofir deyish kerak degan shunaqa prinsip bilan keladi. Shunaqa prinsip bilan keladi. Oyatda Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Illa rahmatan lil alamin." Masalan, bitta narsaga siz 10 ta variantni taklif qilgandan keyin bitta variantni tanlab olish. Aytishki, mana shu bitta bo'ldi, boshqasi emas. Ya'ni odamlarni qirib yuborish, odamlarni kufrga ayblash, odamlarni zalolatga chiqarish, ularni orqalaridan josuslik qilish, dinlarga qarshi kurash degan hamma variantlarni olib kelaverasizda. Olib kelgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bularni hammasini inkor qilib illa debdi. Illo debdi, bitta variant debdi. Islomda faqat illa rahmatan lil alamin. Insoniyat uchun islom faqat va faqat bu rahmat uchun kelgan. Bu qanaqadir sening variantlaringni qo'shilib bu yerda nima qilish uchun kelmagan degan ma'noni anglatadi. Shunda bunga iymon keltirgan inson haligi zalolatdagi odamlarga qarab nima deydi? Bularni zalolatdan chiqarish kerakini chaqirish kerak degan shu tushuncha hosil bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, cho'kayotgan odamni borib turib boshiga oyoq bilan solmaysizda, uni qo'lidan olib chiqish kerak. Yoki bir jarga tushib ketayotgan odam bo'lsa, uni qo'lidan olib chiqish kerak. Uni qo'lidan olib chiqasiz. Qo'lidan tortayotgan paytingizda tarpinib
sizni yuzingizda nima qilishi mumkin tirnoqlari bilan. Sizga qattiq qanaqadir urib ketishi mumkin. Chunki u cho'kayotgan odamda, u zalolatda, ya'ni u xavf ostida. Endi sizning vazifangiz nima desangiz, ana shu cho'kayotgan odamni chiqarish. Mana shuni rahmat deydi, mana shu mehribonchilik deydi. Ya'ni zalolatdagi odamlarni chiqarish. Birinchisi butun insoniyat Allohning maxluqi ekanligi, ikkinchisi insoniyatni zalolatda bo'lgan odamlarni hammasini zalolatdan chiqarish, chaqirish. Ya'ni islomga chaqirish kerak ularda. Endi chaqirish deganda qanday chaqiriladi degan savol paydo bo'ladi. Chaqirish ikki turga bo'linadi. Birinchi tur bu islomiy davlat asosida bo'ladi. Islomiy davlat tijorat ila qanaqadir savdo sidiq ila qanaqadir davlatlarga, zalolatdagi shunaqa nimalarga yetkazadi islomni. Endi qabul qilmagandan keyin islomga qarshi turishsa, keyin borib turib ularga nima deydi? Islomni qabul qilinglar. Yo'q desa jizya beringlar, yo'q desa unda ham keyin jang ochamiz, jihad qilamiz deb jihad yo'li bilan yetkazadi islomni. Bu davlatning uslubi. Endi shaxslarning uslubi, masalan, bugungi kunda hozir bizlarda imkoniyat yo'qda. Borib turib Amerika xalqini, masalan, nimani haligi Trampni islomni qabul qilgan, islomni qabul qilmasang jizya bergan, jizya bermasang jihad ochamiz degani yo'qda. Bunaqa imkoniyatimiz yo'q. Chunki bizda davlat yo'q. Bizda voqeligimizga qanaqa da'vatni o'zi, qanaqa da'vat kerak degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni shariat, islom qanday da'vatni bu voqeligimizga bizga shunaqa farz qildi. Bunda Alloh subhanahu va taoloning 2-oyati, ya'ni Nahl surasining 125-oyati. Albatta biz buni umumiy qilib saqlamaymiz, lekin kerakli bo'lgan joylariga inshaalloh to'xtab o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yani seni Robbingni yo'liga hikmat ila, mav'iza ila, shunaqa hikmat, mav'iza ila chaqirgin. Hasana, ya'ni yaxshi tarzda chaqirgin. Va ular bilan tortishayotgan paytingda o'ta chiroyli tortishgan. Ya'ni ahlul kitob, kofirlar, nasoralarga taalluqli bo'lgan gap bu. Seni Robbing kim zalolatda ekanligini, kim uni yo'ldan ozganini juda yaxshi biladi. Ya'ni bu sayoz fikr bilan shunaqa tafsir qilamiz. Bu bizning voqeligimizga taalluqli bo'lgan oyat. Chunki bu yerda hozir borib turib jang qilib yoki jihad yo'li bilan yoki jizya so'rab shunaqa da'vat qilgin deyilmayapti. Bu yerda ud'u, da'vat, chaqirish. Va bu yo'lga chaqirish, ya'ni islomga chaqirish. Alloh subhanahu va taoloning yo'liga chaqirish. Manzilga borish emas, haligi manzil, ya'ni jannatga, do'zaxga, endi bu manzilda, manzil jannat. Masalan, islomda jannatda bu islomda manzili bu jannat. Ya'ni biz chaqirayotgan paytimizga kel, endi bo'ldi, islomni qabul qilding, jannatli bo'la olasan, 100% senga mana dokumentlar demaymizda. Allohning yo'liga chaqiramiz. Inson bu yo'ldan toyilishi mumkin. Inson charchab qolishi mumkin. Inson yo'lini ozib ketishi mumkin. Bu to'g'ri yo'ldan ozib boshqa tomonga kirib ketishi mumkin. Bu yo'l, bu faqat xolos. Bu sabildan adashib ketishi mumkin. Shuning uchun bizning vazifamiz Allohning yo'liga chaqirish. Ud'u ila sabili robbika. Ya'ni Robbingni yo'liga chaqirgin degan oyatda misol. Va Alloh subhanahu va taolo bitta narsani juda chiroyli qilib aytayapti. Inna robbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi va huwa a'lamu bil muhtadin. Ya'ni Alloh juda yaxshi biladi kim uni yo'lida va kim uni yo'ldan ozganligini. Kim zalolatda, kim hidoyatda ekanligini juda zo'r biladi. Boshqacha qilib aytganda, hidoyat, zalolatning o'lchovi bu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan narsa. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambariga bu narsani bermadi. Kimlar zalolatda, ya'ni sen zalolatdasan, hidoyatdasan deb o'lchab yurish o'lchovini bermadi. Zalolat, hidoyat masalasi bu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan masala. Ya'ni uni haq huquqlari. Kimga jazo beradi, kimga mukofot beradi, kimni zalolatda ekanligini baho berishi, kimni hidoyatda ekanligini baho berish bu Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan narsa. Biz faqat mana shu Alloh baho bergani uchungina biz o'zimiz uchun
bu narsalarni yechib olamiz. Dalolat nima, hidoyat nima? O'zimizda chegaralangan aqlimizga suyanib qanaqadir fantaziyalarni o'ylab chiqarmaymiz. Chunki bizning fantaziyalarimiz bu o'zimizda fantaziyamiz bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taolodan kelgan dastur bo'lmaydi. Aynan hidoyat va zalolatni o'lchovi bu Alloh subhanahu va taoloning bo'lishi shart va bu Allohning ishlari. Kimga zalolat deb turib, masalan, kimga zolim deb turib nima berish, haligi mukofot yoki jazo berish, kimga mu'min yoki musulmon deb bunaqa baho berish, bu Alloh subhanahu va taoloning o'lchovlari. Endi ikkinchi masala bor. Alloh subhanahu va taologa teskari ish, ya'ni u zotning gaplariga masalan teskari gapirmaslik. Albatta bu qora narsa, ya'ni bu harom narsa. Alloh subhanahu va taolo bir kishini kofir desa, Abu Jahlda masalan kofir bo'lsa, Abu Lahablarda musulmon deyish haromda, joiz emasda, inson kofir bo'lishi mumkin. Endi bu masala boshqa masala. Biz hozir Alloh subhanahu va taoloning o'lchovini aytyapmiz, ya'ni hidoyat va zalolat o'lchovi bu Allohdan kelishi kerak. Inson hidoyat va zalolat o'lchovini hech qachon o'ylab chiqara olmaydi, hech qachon buni tartibga sola olmaydi. Bu Allohning ishlaridan biri. Endi takfirizm nima? Takfirizmda o'zi nima va qanday paydo bo'ldi bu? Takfirizm degani bu shu ferizm deymiz. Endi aslida bu masalan kommunizm, sotsializm, lizm yoki rizm degan masalan islamizm deb turib shunaqa bizda ham ayblashadi. Endi bu asl lug'atda o'zi masalan takfirizm deyotganimizda bu shar'iy lug'at emas. Albatta bu umumiy qilib takfirchilar desak ham bo'laveradi bizda. Chunki bir g'oya sifatida. Takfir bu takfir chiqarish, bu g'oya bu. Bu qanaqadir islomning asosiy narsalaridan faqat takfir qilib yur degan narsa emas. Islomning asosiy narsalari bu risolatdir, bu yetkazishdir. Ya'ni insonlarni takfir chiqarib musulmon, kofir deb turib hisob kitob qilib yurish emas. Insonlarni islomga da'vat qilish islomning asosiy prinsipi. Buni jihod bilan qilasizmi, buni davlat bilan qilasizmi, da'vat bilan qilasizmi, sizning vazifangiz, bizning vazifamiz Allohning diniga chaqirish. Bu islomning prinsiplari. Takfirizm esa, takfirchilar esa buni takfirni islomning prinsipi qilib olishgan. Ya'ni takfir chiqarish bu islomning prinsiplari. Kimki takfir chiqarmasa, o'zi kofir bo'ladi degan shunaqa prinsiplar bilan yurishadi. Keyin musulmonlarga aynan takfirizm bu kofirlarga haligi qaratilmagan narsa. Ya'ni kofirlarni kofir deb yur degan masala emasda. Takfirizmda paydo bo'lishi asosan bu musulmonlarga qaratib qo'yilgan. Ya'ni haligi Alloh subhanahu va taoloning dinida bor bo'lgan odamlarni, dinidan tashqaridagi odamlar emas, men musulmon deb da'vo qilayotgan odamlarga qaratib qo'yilgan. Mayli, ularning qanaqadir shikallari ham bo'lishi mumkin. Bunaqa shikallarni himoya qilmayman, to'g'risida. Asosiy g'oyani aytyapman. Ya'ni takfirizm g'oyasi bu borib turib Jorj Bushga qarshi masalan Jorj Bushga, Trampga masalan fikr bildirish, ularga raddiya bildirish yoki zolimlarga masalan bo'layotgan turlarni qiynab o'ldirayotgan musulmonlarni ularga qaratib qo'yilmagan. Bu avarot. Bunda orqada turgan odamlarga haligi qaysi tomonga o'qlar otayotgan bo'lsa, o'sha o'q uchib kelayotgan tomonga qaratilgan da'vatda bu u tomonga qaratilmagan, ya'ni kofirlarga qaratilmagan. Garchi kofirlar falon bu tog'ut falon besodon deyishda ham ularni sifatlarga kirsangiz bitta ham Trampni nimasini ko'rmaysiz yoki Mirziyoyevni ochiq gapirganlarini ko'rmaysiz. Hamma ko'rganingiz bu musulmonlarga, asosan da'vatchilarga qarshi bo'lgan shunaqa da'vatlar. Va buni paydo bo'lishi birinchi Ali radhiyallohu anhuni kofirga chiqarishda xavorijlardan kelib chiqqan, ya'ni Allohning dinidan kelib chiqmagan. Musulmonni kofir deyish bu Allohning diniga begona bo'lgan g'oya. Va undan tashqari buni yahudlar, munofiqlar, kofirlar shunaqa qo'llashdi. Musulmon bo'lib turib, musulmonlarni ba'zilarini kufrga ayblab, musulmonlarning o'rtalarida qanaqadir fitnalar paydo bo'lishi uchun faloniy zalolatda kofir degan shunaqa g'oyani yahudlar juda qattiq qo'llagan. Va bugungi kundagi современный takfirizm, biz ko'rib turgan takfirchilar, bular paydo bo'lishi o'zi 1970-yilda paydo bo'lgan. Said Qutba degan at-takfir va hijra degan shunaqa jamoatni birinchi qurgan edi. Takfir qilib qochib ketish, hijrat qilish degan ma'no bildiradi. Alloh alam shunaqa. Takfir chiqarish kerak va hijrat qilish kerak degan ma'no ham nima qilishi mumkin. Shuning uchun buni kelib chiqishi, ya'ni bugungi kundagi takfirizmni kelib chiqishi
bu 70-yil paydo bo'lgan asosiy Said Qutba kitobidan olingan narsalar, fikrlar. Albatta u yerda yaxshi narsalar ham bo'lishi mumkin, lekin bugungi kundagilar 100% buni boshqacharoq qilib taqdim etishlari ham mumkin. Undan keyin da'vatning asosi bu musulmonlarni kofirga chiqarish degan asos deb turib e'tibor qilishadi ba'zilari. Undan keyin dinni takfirizmga aylantirish, ya'ni din bu islom bu faqat bu takfirdan iborat bu. Faqat takfir asosida o'lchab yuriladi, ya'ni kofir musulmon, ya'ni inson shunaqa bo'ladiki, avtomat tarzda haligi inson o'zi josusga aylanib qolganini bilmaydi. Kofirlar qolib ketadi. Kofirlar qolib ketganda musulmonlarga qarshi qaratib qo'yilganda, undan tashqari kofirlarga nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga ishlatish. Musulmon deyapti, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh, men musulmon deyapti. Men xatolarni gapirmayman, yana qaytaraman. Xatolar hammada bor. Bitta odam musulmon desa, musulmonga qaratib qo'yilganda, haligi kofirlarga, Abu Jahlga, Abu Lahabga nozil bo'lgan oyatlarni misol musulmonga ishlatishadi. Misolda shunga o'xshaydigan kofirlarga nozil bo'lgan oyatlarni musulmonlarga qarshi ishlatish. Undan tashqari haqiqat faqat ular bilan, boshqalar bilan emas. Hech kim haqda emas, ular faqat bitta haqda, lekin o'z ustozlarini gaplari ular uchun amonatdir. Hech kimga uni haligi gapini gapirmaydi va o'sha ustozlarni Alloh biladi, kim ko'rgan, kim ko'rmagan haligi bilmaysiz. Kimligini ham hali noaniqda ustozlari. Yuzlarini ko'rsatmaydi. Hatto da'vatchilarini ko'rsangiz, takfirizm da'vatchilarini, endi men taniydiganlarim, men yuzlarini bilmaysiz, ko'rmaysiz. Tog'utga qarshi kurashish kerak deb turib, tog'utdan taqvo qilib, Allohdan emas, shunaqa yuzlarini bekitishadi. Shunaqa endi men taniganlarimda misol. Va o'sha ustozlardan kelgan gaplar hammasi bu amonat deb e'tibor qilishadi va o'sha ahborlarning gaplarini shariat qilib olganlar. Siz gapirsangiz 100 ta oyat keltirsangiz ham sizdan qabul qilishmaydi. Bitta gap gapirsa agar o'sha katta ustozlari uni qabul qilishadi. Ya'ni o'sha gaplari bu shariatga aylanib qolgan. Qachonki bitta musulmonni kofir deyishsa, ularning iymonlari ziyoda bo'ladi. Shu tasavvurga ega. Yana qaytaraman, balkim hammasi emas. Men shaxsan taniydigan odamlar haqida gapiryapman. Takfirizm g'oyasi va umumiy qilib bu yerda g'oya ham aytib o'tdim. Islomga qaratib qo'yilgan bu g'oyada, bu takfirga aylantirish dinni bu g'oya qilib olgan. Ya'ni islom bu takfirizmdan iborat degan tushunchada haligi xalifalik qurish kerak. Ali radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu yashagan shu shar'iy ahkomlarni tatbiq qilish degan shunaqa narsalar yo'qda g'oyada. Gapiriladi to'g'ri, lekin kitoblarda keltirmadan qanday qilib bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu boshqargan tuzum bilan yashash kerak, qani ko'rsat, ijtimoiy nizomingni ko'rsat, iqtisodiy nizomingni ko'rsat, ta'lim dasturingni ko'rsat desangiz, yo'qda bunaqa narsalar gapiraveradi. Gapirgani bitta. Endi biz asosda gapiryapmiz. Undan tashqari ular o'zlarini g'urabo deydi. Ya'ni bizga din faqat bizda, biz g'urabolar deydi. Va da'vatchilarni o'ta yomon ko'rishadi. Islomga da'vat qiladigan odamlarni yomon ko'rishadi. Kim Alloh subhanahu va taoloning gapi bilan shu chiqib, ta'sirda ozgina o'tkazsa, ummatni qanaqadir uyg'otishga harakat qilsa, ko'rasizki, ana shularga borib o'qda otilib chiqishadi. Qolib ketgan kofirlar, haligi kofirlar bilan misol qilib aytganda, bizga masalan kofirlar qanday qarshi kurashadi misol. Qarasangiz misol haligi Interpollarda va boshqa joylarda, ya'ni qo'yaverasizda misol. Bizda nima deyishadi kofirlar desangiz, zalolatda deyishadi misol. Tog'utlar misol. Endi bular ham o'shalar bilan qo'shilib, bizda masalan zalolatda falon besadon deydi, ko'rsangiz ular bilan endi bitta yo'ldada, boshqa yo'l yo'qda. Masalan, men kelsangiz, meni ishim yo'qda ularga. Endi o'zlari osilgandan keyin, kofirga chiqargandan keyin chiqib gapirish kerak-da, bunaqa tushuntirish kerakki, bu ishlaringiz noto'g'ri bu. Albatta men talashib tortishib yurishni maqsadi, unaqa maqsad bilan chiqmayapman. Va ko'rasizki, ana shu zolimlar bilan bitta safga o'tib olgan. Ya'ni musulmonlar qolib ketgan, musulmonlarga qarshi zolimlar o'sha tog'utlarni bir safda turishadi. Tog'utlar Interpol orqali sizni yomonlashsa, sizga roliklar chiqarib, ular yomonlashsa, masalan, terroristlar, bugungi kundagi masalan
vatan xoinlari desa, halagilar Qur'on va sunnatdan kirib turib, o'zlarining fantaziyalari bilan sizni yomonlashadi. Bundan kelib chiqadiki, haligi zolimlar bilan o'zlari bir safda. Chunki zolim bilan bir safda bo'lmaganga zolimga qarshi kurashardi. Mazlumga emas, bu ülkedeki musulmonlardan shu mazlumlik holatiga, musulmonlarga, ayniqsa da'vatchilarga gapirmasin. Mana bu pozitsiyalar asosiy ularning pozitsiyalari. Endi Alloh subhanahu va taolo musulmon kishi, masalan, musulmon kishiga umumiy qilib mayli men musulmon demayman. Musulmon emas, bitta mushrik Amir ibn Adbat kelib turib sahobalarga assalomu alaykum dedi. Bittasi turib shunaqa uni qatl qildi, o'ldirib tashladi. Chunki uni oldin johiliyat davrida ham, keyin ham islomni qabul qilganda ham qasosi bor edi. Bunaqa ko'p zulmlarni o'tkazgandi. Bu xato qilmasam Makka ning atroflarida bo'lgan ish. Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? O'sha yerda oyatni nozil qildi. Alloh subhanahu va taolo Niso surasining 94-oyati nima deyapti? Va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Sizlarga assalomu alaykum degan odamni sen mu'min demagin, ya'ni sen mu'min emas demagin. Ya'ni sen kofir yoki mushrik degan gapni lug'atda ishlatmagin debdi Alloh subhanahu va taolo. Kimga desangiz, haligi mushrik edi-da. Amir ibn Adbat bu mushrik bo'lgan, ochiqdan ochiq kofir edi. Lekin assalomu alaykum degan lug'atni ishlatdi. Mana shu lug'atni ishlatgan odamni kofir dema debdi Alloh subhanahu va taolo. Nima uchun sizlarga assalomu alaykum degan sen kofir deyapsizlar debdi Alloh subhanahu va taolo. Bu yerda hali odam mushrikmi, bu murtadmi, bu falon besonon degan masala emasda, assalomu alaykum degan odamga sen kofirsan, mushriksan degan lug'atni ishlatmaslik, lug'atni gapni. Uni kimligi emas, lug'atni. Ya'ni o'sha gapni gapirmaslik kerak unga nisbatan. O'sha gapni gapirishda Alloh subhanahu va taolo taqiqlayapti bu yerda. Farqi yo'q. Liman kimda kim? Liman man degani masalan arab tilini tushunadigan birodarlar tushunishadi. Bu umumiy gapda, bu aqlli mavjudotga taalluqli bo'lgan inson. Qaysi inson? Mushrik bo'ladimi, butparast bo'ladimi? Assalomu alaykum desa, edi va alaykum salom degan masala bu boshqa masala, aytaman. Lasta mu'mina degan gapni ishlatmaslik. Ya'ni sen mu'min emassan degan lug'atni ishlatmaslik kerak umuman. Sen kofir, sen mushriksan, butparastsan degan lug'atni ishlatmaslik kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sizga salom bergan assalomu alaykum degan odamlarni mu'min emassan degan lug'atni ishlatmaslikni shunaqa nima qilib qo'ydi? Shar'iy qonun qilib qo'ydi. Buni yo'q, unaqa aqidasi qiyshiq-ku, bunaqa degan, bu seni shaxsiy fantaziyang, bu Allohning gapiga aloqasi yo'q. Men musulmonman, men mu'minman, Allohning gapiga men quloq solaman. Senlarning shaxsiy fantaziyalaring o'zlaringga deb turib shunaqa odamlarga aytamizda. Misol bu yerda u murtad bo'lsa-chi, aqidasi qiyshaygan bo'lsa-chi, bu seni logicheskangni, mana bu mantiqiy fikrlingni bu axlatga yirg'itgin. Deymanda Alloh aytayaptiki, mana bu mushrik kelib turib assalomu alaykum dedi, shunaqa mushriklarga sen musulmon emassan degan gapni, mu'min emassan degan gapni ishlatma dedi. Bu tafsirlarni ham o'qib ko'rsalaring bo'laveradi inshaalloh. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo birinchi qonuniyat qilib qo'ygani bu salom bergan odamni kofir demaslik, mushrik demaslik. Bu Allohning birinchi qo'ygan qonuniyati. Endi xatarlarga kirib kelamiz. Xatarlar qanaqa xatarlar bor? Takfirizmda aynan musulmon kishiga mayli men assalomu alaykum deyotgan odamlarga aytmayapman. Masalan, meni kofir deyishdi, misol, mushrik deyishdi. Misol menga o'xshaydigan shunaqa birodarlarimda masalan kofir mushrik deyishdi, men shunaqa odamlar haqida gapiraman. Mayli assalomu alaykum degan mushrik bo'lsa, endi uni mushrikligini bilib turibki, mushrik deyish degan masalalar, men u yerga kirib ketmayman. U masalan umumiy qilib musulmon kishini shariatga da'vat qiladigan, Allohning hukmini yer yuzida oliy qilishga chaqiradigan odamlarni kofir deyotgan odamlarni xatarlariga kirib ketamiz. Bir nechta xatarlar bor. Birinchi xatar. Alloh subhanahu va taolo islomga chaqirishni farz qilib qo'ydi musulmonlarning bo'yniga. Islomdan chiqarish harom, bu islomda keltirgan uslub emas. Islomdan chiqarilmaydi. Islom Allohning dini, mu'min inson Allohga iymon keltirgan, uni payg'ambariga iymon keltirgan,
bu dinni xo'jayini Alloh ekanligini juda yaxshi biladi va Alloh bu dinga chaqirishga farz qildi. Ud'u ila sabili robbika, ya'ni Allohning sabiliga chaqirgan, Allohning sabilidan chiqarmagan. Bu chiqarish, Allohning dinidan chiqarish, bu Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan dinga, prinsipiga bu teskari bo'lgan narsa. Ikkinchidan, kofirlar bilan, zolimlar bilan bir safda o'tib, musulmonlarga qarshi, mazlumlarga qarshi kurashish. Islomga g'oya bo'lgan uslub bu. Uchinchidan, kimni kim musulmon kishini kofir deydi, musulmon kishini kofir degan inson yoki mushrik degan inson uni dinini, uni e'tiqodini kofirga, kufrga yoki shirkka chiqaradi. Allohga, payg'ambarga iymon keltirgan bo'lsa, tavhid ustida bo'lsa, alhamdulillah men tavhid ustidaman. Men o'zimni shunaqa hisob qilaman. Alhamdulillah har bitta tog'utdan bariman, kerak bo'lsa Luboy takfirist bilan yuzimizni ochib, kerak bo'lsa Trampdan ham boshqasini ham gapiraveraman, muhokama qilaveramiz. Erkak bo'lsa tog'utdan taqvo qilmasa kelaversin Luboy. Masalan, men shunaqa odamman. Ularning tuzumlarini hammasini axlat deb, najas deb bilaman. Shunaqa insonni mushrik degan inson, kofir degan inson shubhasiz uni dinini, uni e'tiqodini kufrga ayblaydi, shirkka ayblaydi, Allohga bo'xton to'qgan bo'ladi, Allohning dinini zalolatga chiqaradi, Allohning dinini kufrga chiqaradi, shubhasiz o'zi islomni tark qiladi. Islomda ana shu nima xato qilmasam, mana shu o'qqa o'xshab turib, o'q patrondan chiqib ketganga o'xshab islomdan shunaqa tark qiladi. Musulmon odamni kofir degan. Inshaalloh bunga ham dalillarni keltiramiz yana. Undan keyin mu'minni, musulmonni Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan odamni kofir degan inson uni qatl qilishi bilan barobar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Imron bin Husayndan rivoyat qilingan hadis bu sahih. Jami' Sag'irda rivoyat qilingan, Shayx Albani ham buni sahih deganlar. إذا قال الرجل لأخيه كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله. kimda kim musulmon axi, ya'ni birodariga sen kofirsan desa, uni o'ldirish bilan barobar, ya'ni mu'minni qonini to'kish bilan barobar. Mu'min Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan, da'vatchi bo'lgan, buni ustida da'vatchi bo'lib ketgan, shunaqa odamni kofir deyish yoki najas deyish yoki mushrik deyish, uni o'ldirish bilan barobar. Endi arab tilini tushunadigan birodarlarimiz bilishadi, ka degani, qotli degani bu o'xshash degani, o'xshashdek, xuddiki, kabi, barobar degani. Misol qilib aytganda, bitta telefoningiz buziladi, Android 14 edi. Masalan, Samsung edi. Keyin bittasi keladi, sizga Redmi olib keladi. Mana bu ham Android 14 deydi, Android deydi. Bu bilan bu deydi bir xil ishni qiladi deydi, o'sha bir xil narsani sizga keltirib beradi. Ya'ni musulmonni kofir degan yoki uni senga la'nat, Allohning la'nati bo'lsin degan odam uni o'ldirishi bilan barobar. Endi bu inson uchun Alloh subhanahu va taolo nimani tayyorlab qo'ydi? Bugun Niso surasiga kirib ketamiz. Alloh subhanahu va taolo Niso surasining 93-oyatida shunaqa marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khālidan fīhā wa ghadiba Allāhu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azāban 'aẓīmā. Ya'ni kimda kim mu'minni, bitta mu'minni qasdan, mutaammidan qasdan o'ldirsa agar, uni jazosi jahannamdir. U joyda u abadiy qolib ketadi va uni ustida Alloh subhanahu va taolo unga g'azablanadi. Allohning la'nati bo'ladi va Alloh subhanahu va taolo unga o'ta shiddatli azobni tayyorlab unga qo'ygan. Hozir uni lug'aviy ma'nolariga kirib ketamiz. Mutaammid degani shunaqaki, oldindan biladi, mo'ljallaydi. Ya'ni takfirchi kelib turib sizga gapirayotganiga, sizni masalan bitta butparast yoki nasorolik dinida, yahudiylik dinida degan bunaqa prinsip bilan kelmaydi. Yahudiylik dini bilan, masalan, yahudiylarning kitoblarini yolg'onga, botilga chiqarish, yahudiylik aqidasi yoki nasorolik aqidasida bunaqa prinsip bilan kelmaydi. Sizga qanaqa prinsip bilan keladi desangiz, musulmon da'vat qilyapti, bu Allohning diniga da'vat
qilyapti, lekin meni takfirizm g'oyamni ma'qullamaganligi uchun bu kofir degan prinsipda. Aslida u musulmon. Shuning uchun kimda kim musulmon kishini, mu'min kishini qasddan o'ldiradi, Alloh subhanahu va taolo unga g'azab qiladi. Alloh subhanahu va taolo uni la'natlaydi va u abadiy jahannamga qolib ketadi. Mayli, kimdir savol beradi. Aytishi mumkinki, birodar, bu Niso surasida o'ldirish, qatl qilish degan, mu'minni o'ldirish faloncha jangda bo'lgan, shunaqa jangda bo'lgan, bilmasdan turib bittasi qatl qildi, shunda oyat nozil bo'ldi deyishi mumkin. Ha, to'g'ri gapingiz. Bu yerda men sizga yana tushuntiramanki, bu kaqotlihi degan gap. Hadisda o'ldirish bilan batta barobar degan, musulmon mu'minni o'ldirish qanaqa iflos ish ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytibdi. Seni mana bu qilayotgan gaping, gapirayotgan gaping mana shunaqa gunohni bo'yningga o'zing bog'lab olishing mumkin. Shunaqa xavf bor seni ustingda, shu gapingni orqasida shunaqa xavf borki, haligi senga Allohning g'azabi bo'lishi mumkin, la'nati bo'lishi mumkin, sen jahannamga abadul abad kuyishing mumkin. Shunaqa xavf bor. Men xavf haqida gapiryapman. Men masalan seni musulmonni o'ldirding demayapman. Sen musulmonni kofir deganing yoki la'nat yuborganingda o'zi kifoya, uni o'ldirish bilan batta barobar. Mu'min odamni kufrga ayblash, bu uni qatl qilish bilan batta barobar. Og'zingga masalan miyangda masalan o'chirib turib, miya tushirmagan holatda og'zingga keladigan gapni gapira olmaysan, o'ylashing kerak. Allohning dini bo'lsa, seni maxluqotlaring bo'lmasa, senga iymon keltirmagan bo'lsa odamlar, Allohga iymon keltirgan bo'lsa, Alloh jazosini bersa, mukofotini Alloh yaxshi ko'rsa, mu'min bandasini sen nima uchun mu'min bandani kofir deysan, la'nat, sen ustingga Allohning la'nati deysan. Chunki mana bu gapingda o'zi bu xatar bu. Bu gaping haligi la'nat yuborgan odamingga emas. Bu o'zingga xatar bor, senga xatar bor. Mana bu takfirizm uslubi, bu o'zingga shuncha xatarlari bor bo'lgani uchun men senga bu oyatni bunday keltirib tushuntiryapman, mana bu hadis bilan solishtirib. Agar mu'minni qatl qilinsa, shunaqa Alloh subhanahu va taolo mutaammid deyapti. U ham oldindan mo'ljallagan holatda Alloh subhanahu va taolo u ham aytibdi, men ham seni deyapti, boshqachalar aytganda, misol aytganda adda degani shunaqaki, oldindan tayyorlagan holatda muvofiq bir ishni nima qilish, ya'ni o'sha ishga sazovor bo'lgandan keyin o'sha ishni uni ustidan qilish bitta insonda. Masalan, boshqa qilib aytganda Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Sen mu'min bandamni oldindan bilar eding, qasddan shunaqa o'ldiradigan tarzda uni keltirib qo'yding yoki o'ldirding, oldindan bilarding mu'minligini. Men ham seni oldindan bilib, senga oldindan tayyorlab, shunaqa jahannamda qo'yganman. Sen shunday kuydiramanki, endi qo'ya olasan, senga yana g'azablanaman, seni la'natlayman butunlachi degan shunaqa ma'no kelib chiqyapti-da. Chunki Alloh mu'min bandalarini yaxshi ko'radi. Takfirizm esa bu aynan mu'minlarga qarshi qaratib qo'yilgan. Musulmonlarga bu boshqa g'oya emasdi. Bu qanaqadir boshqalarni ayblash, masalan, Yahudiy nasoralarga qarshi kurashish emasdi. Bu aynan musulmonlarga qarshi qaratib qo'yilgan. Shuning uchun musulmon kishi Alloh subhanahu va taoloning huzurida, aynan mu'min kishi, uni qadr-u qiymati baland. Alloh subhanahu va taolo shuni aytayaptiki, seni ham men shunaqa mutaammidan, men ham seni shunaqa bilib turib qildingmi? Men ham seni bilib turib, mo'ljallab turib, seni shunaqa jahannamda kuydiraman debdi. Alloh subhanahu va taolo g'azab bilan bitta oyatda gapirilyapti. Boshqacharoq qilib aytganda, misol qilib keltiraman. Bittasi keladi, sizni ukangizni o'ldiradi. Misol qilib aytganda, behuda xudo o'ldiradi. Siz kelgan bitta kuvalni olib, uni uyiga shuga kutib turasizda. Haligi kelgandan keyin g'azab bilan, nafrat bilan uni boshiga shuga solasizda, kuval bilan. Boshini yorib tashlaysiz, chunki birodaringiz, ukangizni o'ldirdi. Qanday g'azab bilan javob berdingiz? Oyatda tushunchasi priblizitan shunaqa. Sen qanday qilib o'ldirding men yaxshi ko'rgan odamni? Men shunaqa g'azab bilan seni boshingga shunaqa kuvallar bilan uradigan joyga tashlayman dedi. Jahannam degani qiynoq uyi degan ma'noni bildiradi aslida. Bu 4-xatar edi. Endi 5-xatar eng yomon xatar. Musulmon kishini kofir degan inson o'zi kofir bo'ladi. Murtad degan inson o'zi murtad bo'ladi. Mushrik degan inson Allohga bo'lmagan sifatni to'qib chiqaradi. Va shubhasiz bu uni bo'ynida o'ta ulkan gunohlardan. Alloh subhanahu va taolo kechirmagan gunoh. Ya'ni men Allohga shirk keltiradi demayapman. Musulmonni mushrik degan inson
o'zi Allohga o'sa bitta deb turib e'tiqod qilsa ham, uni gapirayotgan gapi, tilidan chiqqan gap Allohga nisbatan bo'hton bo'ldi. Allohga shirk keltirmaydigan odamni mushrik dedi. Bu qanday razil, qanday iflos narsa buki, Alloh subhanahu va taologa bunaqa sherik nima qilish, u zotda sherigi bor deyish va u zotda sherigi yo'q degan odamni mushrikka ayblash. Bu o'ta ham iflos narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar bu haqda Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, bu Muslimda kelgan bu hadis. Ayyumam ri'in qala li akhihi kafir faqad ba'a ahaduhuma in kana kama qala va illa raj'at alayhi. Kimda kim o'z musulmon birodariga, ya'ni iymon keltirganga kofir desa, o'sha kofir degan gap bittasiga uradi. U ya'ni ketmaydi hech qayoqqa. Ya'ni so'ksa, bu yerda kofir so'zini ishlatyapti, mushrik deb so'ksa ham va murtad deb so'ksa ham musulmon kishini, ya'ni so'ksa aynan bunaqa sifat yo'q bo'lsa-da, so'ksa bu qaytib keladi, bittasiga uradi. Agar o'sha masalan murtad degan bo'lsa, u murtad bo'lgan bo'lsa nicho strashnoda, kofir bo'lsa, kofir bo'lgan bo'lsa nicho strashno, yaxshi-da. Agar kofir bo'lmasa, roj'at alayh, ya'ni uni ustiga o'ziga qaytadi. Roja'a degani masalan bitta inson aqldan hushdan ketadi. Hushdan ketadi, hush aqli joyiga kelgandan keyin aqli roja'a bo'ladi, uni qaytadi aqli. Boshqacha qilib aytgan inson musulmon bo'la turib, ya'ni musulmon bo'ldi, islomni qabul qildi, bitta musulmonlik kofir dedimi, roja'a u qaytadi, o'zining kufr holatiga qaytadi, o'zining holatiga. U iymonsizlik paytlariga qaytadi, uning iymoni joyiga kuyadi uni. Roja'a u qaytish bor, roja'a degan. Endi gapirgan gapi o'ziga qaytadi degan ma'no ham kelib chiqadi. Albatta, shunaqa ma'noda aslida hadis. Lekin bu yerda boshqa ma'nolar kelib chiqmaydi degan narsa emas. Chunki arab tili bu boy til, hamma arab tilini tushunadigan birodarlarimiz tushunadi. Musulmon kishini kofir degan o'zi kofir bo'ladi va o'zining o'sha kofirlik paytida yurgan bo'lsa, o'sha nolvoy holatga tushadi, nolga tushadi, ya'ni iymoni yo'q bo'ladi Allohga nisbatan. Chunki buni boshqa varianti yo'q. Kofir desa, yo o'zi kofir bo'lishi kerak yoki u haqiqatan kofir bo'lishi kerak. Masalan, bitta kelib turib meni kofir desa, alhamdulillah men musulmonman. Men Allohga iymon keltirgan, men tavhid ustidagi odamman. Luboy zolimni yuziga qarab gapiraman. Boshimni olib tashayotgan bo'lsa, yoqib yuborsa ham, o'sha paytda ham men haqda aytishga harakat qiladigan shunaqa inson misol. Endi men shunaqa menga o'xshaydigan birodarlarni kofir desa, bu nima desiz, bu o'zi kofir bo'ladi, dinsiz, iymonsiz qolib ketdi o'zi. O'zi islomni qabul qilish kerak. Bu xavf shunchalik. Da aytish mumkin, kimdir aytishi mumkin, falonning kofir bo'lishini qarab, shunaqa kofir dedim, endi kufr deb, kofir deb boshqalarga ham aytib yuraveraman deyishi mumkin. Bu yerda men yana qaytaraman, bunaqa shunaqa xavf bor. Bu gapni o'z tilingga osongina bunaqa gapiradigan qilib olmagin. Bu gapni o'zi og'ir gap. Og'ir narsalarni tilingga osongina bunaqa oson gapiradigan qilib shunaqa oson kalimalarga aylantirib olmagin. Nasoro, yahudiylar Alloh subhanahu va taoloni Allohning o'g'li degan gapni juda ham oson gapirishadi. Va holanki bu gaplari yerlar osmonlarni yorilishiga sabab bo'lishi mumkin. Lekin ular uchun o'ta oson gap. Mushriklar ham Allohga shirk keltirayotgan paytlarda osongina shirk keltirishadi. Biz sizda nima farqimiz qoladi ulardan bunaqa eng og'ir bo'lgan narsalarni tilimizga oson qilib olsak? Shuning uchun aytayapman men, xatar bu. Bu o'zingizga xatar, bu o'zingizni dindan chiqargan narsa. 6-xavf shundan iboratki, Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Alloh subhanahu va taolo wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning hablini, ya'ni Allohning Qur'onini va payg'ambar alayhisalom qoldirgan sunnatni, u zotning sunnatlarini mahkam ushlash kerak va firqalarga bo'linmaslik kerak. Takfirizmchi desangiz, takfirizm bu musulmonlarni bo'linishiga qaratib qo'yilgan. Meni turib masalan sizni masalan bittasi kelib turib kofir desa, qanday qilib u bilan birlashasiz? Siz diningizni kofir deyapti, musulmonni kofir deyapti, Allohning dinini kufrga ayblayapti. Qanday qilib u bilan siz birlashib, aka-uka bo'lib namoz o'qishingiz mumkin? Siz diningizni, Allohga, payg'ambariga iymon keltirgan diningizni kufrga ayblayapti. Bu musulmonlarni birlashtirmaydi. Shuning uchun bu xavf shunaqaki, musulmonlarni parchalanishiga sababchi bo'ladi va g'azabga sababchi bo'ladi, urushga, talashib tortishib, so'kinib yurish, shunaqa narsalarga sababchi bo'ladi. Buni boshqa variant yo'q. Bu musulmonlarni birlashtiradigan uslub emas. Alloh musulmonlarni birlashishini farz qildi.
yahud nasorolarga o'xshab bir-biri bilan talashib tortishib, kofirga ayblab, kufrga ayblab, bunaqa yurishni o'zi man qilingan shariatda. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. Bayonotlar kelgandan keyin ixtiloflarga berilib, bir-birini kufrga ayblab, aynan Allohning kalomiga ixtilofga berilib, shunaqa firqalarga bo'linib ketganlarga o'xshamanglar. Ya'ni ularning orqalaridan ergashmanglar, debdi Alloh subhanahu va taolo. Bu takfirizm esa musulmon kishini kufrga chaqirish albatta shubhasiz bu birlashishga sababchi bo'lmaydi. Aksincha bu firqalarga bo'linishga sababchi bo'ladi. Bitta takfir kelib turib, takfirchi kelib turib sizni kofir desa, qanday qilib bu bilan bitta musulmon birodar bo'lasiz? Kofir, najas, falon besadon deb turib sizni so'ka olasiz. Masalan, men bittasi bilan yashagandaman. Haqiqatan qutib yuborasiz-da, o'sha tavossizni me'yoringizga tegib ketadigan ishlarni qiladi, gaplarni gapiradi. Insonni o'ta ham bezitib yuboradi. Aksincha bunaqa odamlar bilan nima qilinadi? Aloqani uziladi. Chunki bunaqa insonlarni o'zi bu musulmonlarni birlashtira olmaydi va bu uslubni o'zi Alloh subhanahu va taoloning shariatiga teskari bo'lgan uslub. Biz ochiq aytishimiz mumkin 100% ki takfirizm yo'li bu musulmonlarni birlashtirmaydi. Endi inshaalloh men oxirgi mavzuni tugadi ularga nisbatan men harakat qilaman, bir ikkita nasihatlar qilib qo'yaman. Alloh subhanahu va taolo Niso surasining 115-oyatida shunaqa marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla va nuslihi jahannam va sa'at masira. Ya'ni hidoyat ayon bo'lgandan keyin Allohning payg'ambari kelib turib hidoyat bilan insoniyatni zalolatdan chaqirib shuna qilgandan keyin Allohning dini ayon bo'lgandan keyin Allohning dinini mas payg'ambar alayhisalomning yo'llarini mas boshqa yo'lni tutadigan, ya'ni shaqqa degan sinish, bo'linib ketish. Boshqa bo'lak yo'lda masalan havorijlar o'ylab chiqargan takfirizm yo'lini yoki undan tashqari masalan yahud nasorolar musulmonlarni kufrga ayblaydi, musulmonlarni yahud nasorolar kofirlar deydi. Ular dinlariga masalan men iymon keltirmaganman. Ya'ni aynan ular dinlari bu kufr bu. Kitob olgan kitoblari Alloh kitobi edi, o'zgartirib o'zlarining nafslariga to'g'ri keladigan tarzda uni nima qilib olishdi. Albatta men ular dinlarining kufr deyman. Endi mana shu nasorolar menga qarab nima deyishadi desangiz, sen kofir deyishadi. Chunki deyishadi, Isoda Allohning o'g'li yo'q deysan, sen kofirsan Isoga deyishadi. Boshqacharoq qilib aytganda, nasorolarning yo'li, yahudlarning yo'li bu musulmonlarni kufrga ayblash. Bu Allohning dinidagi narsa emas, Alloh payg'ambari keltirgan va buyurgan narsalar emas. Bunda kim mana shunaqa yo'llarni tutadi va mu'minlarning yo'llaridan boshqa yo'lni tutadi, Alloh subhanahu va taolo nima qiladi? Uni o'sha nuvalli ma tavalla, qaysi yo'lga ketayotgan bo'lsa, tavallo qilayotgan bo'lsa, o'sha yo'liga tashlab qo'yamiz debdi Alloh subhanahu va taolo. Va nuslihi jahannam, so'ngra deyapti, uni deyapti jahannamga deyapti peshonasi bilan sudraymiz deyapti. Va sa'at masira, o'tamda yomon oqibat, o'tamda yomon joy. Endi buni hozir lug'aviy ma'nosiga yana kirib ketamiz. Shaqqaqa degani bu bo'laklarga bo'linish, maydalamoq, ikkiga bo'linib ketish, sindirmoq. Boshqacharoq qilib aytganda, hidoyat va zalolat aniq bo'lgandan keyin hidoyat va zalolatning o'lchovini insonlar o'ylab chiqargan tarzda mahkam ushlash. Kufr, hidoyat nima ekanligini, zalolat nima ekanligini Qur'oni Karim va payg'ambar alayhisalom yo'llarida, tariqatlarda bizga ko'rsatib berdilar. Musulmon kim, mu'min kim, kofir kim, bu ochiq bo'lgan narsalar. Bu maxfiy narsa emas. O'z tili bilan aytadi kofir o'zini kofirligini va kofirni kofir deb turib papugaga o'xshab, to'tiqushga o'xshab yursangiz bunga savob oladigan narsa ham emas. Yoki uni masalan
Musulmonni sen musulmon deb yursangiz, bu savob oladigan narsa emas, jazo ham oladigan narsa emas. Bu narsalarni ismi bilan atash. Musulmon deysiz. Telefon bo'ladi, telefonni planshet demaysiz. Narsalarni ismi bor. Narsalarni ismi bilan atash bo'ladi bu. Shuning uchun bu tomonlama masalan Alloh subhanahu va taolo va uni payg'ambari buni umumiy qilib o'rgatib qo'yishdi. Yaxshilik nima, yomonlik nima, mu'min kim, kofir kim? Mu'minni kofir demaslik, kofirda mu'min demaslik. Alloh subhanahu va taoloda yonida sherik bor demaslik, umumiy qilib har bitta narsani Alloh va uni payg'ambari o'rgatdi va bu yo'ldan boshqani tutgan insonlar aynan o'sha yo'liga Alloh subhanahu va taolo tashlab qo'yamiz debdi. Va yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Qur'on sunnatga ergashgan mu'minlarni yo'lidan ozib boshqa yo'lda tutish, o'zini nafsiga berilib nafsidan keladigan narsalar bilan yashashi yoki fantaziyalar bilan yoki kofirlar safiga o'tib musulmonlarga qarshi kurashib yurishi yoki bid'at yo'lga tutishi farqi yo'q. Mu'minlarning yo'li ochiq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar hadisda? Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, mashhur hadis bu. Imom Malik ham rivoyat qilgan buni. Abdul Bar Albani ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Tarattu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballohi va sunnat nabiyhi sallallohu alayhi vasallam." Men sizlarga ikkita yo'lni tashab qo'ydim dedilar. Amrayn, ikkita amr qiladigan narsani. Bu Allohning kitobi, payg'ambarining sunnati, ya'ni yashab ko'rsatgan narsalari. Kimda kim mana shu ikkitasini mahkam ushlaydi, bu to'g'ri yo'ldan ozmaydi-da. Mana shu mu'minlarning yo'li. Va bu masalan kitobda Qur'oni Karimda muhkam mutashabbih degan shunaqa oyatlar bor. Bu yerda ochiq bo'lgan hukmlar bor va ochiq bo'lmagan hukmlar bor, ijtihodga taalluqli bo'lgan. Masalan namozning vaqtlari kabi, rakatlar kabi anasi ko'rsatgan bo'lsalar ham ba'zan ixtilofli holatda kelgan, shuning uchun ixtilof bor ba'zi narsalarga. Shunaqa narsalarga ixtilof bor bo'lgan narsalar bor. Bu ixtilof bo'lgan narsalarni kufrga ayblamaydi. Bu musulmon mu'min bo'ladi. Bunga amal qiladigan odamlar. Bu mu'minlarning yo'li bu. Kimda kim mana shu yo'lni tutmasa, ya'ni hatto ixtilofga berilgan bo'lsa, shar'iy ixtilof bo'lsa, uni mu'min deb qabul qilmasa, boshqa yo'lni tutsa, demokratiya yo'li bo'ladimi, kapitalizmmi, sotsializmmi, takfirizmmi, musulmonlarga qanaqa qaratib qo'yilgan qanaqa g'oyalar bo'lsa farqi yo'q. Shunaqa yo'llarni tutsa, umumiy qilib aytganda Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Nuvalli ma tavalla. Uni o'sha zalolatiga, o'sha borayotgan yo'liga qo'yib qo'yamiz deyapti. Ya'ni boshqa aytganda, o'ziga chuqurda kovlayotgan paytida borib turib, masalan siz masalan bitta odam chuqurda kovlaydi, u chuqurning tagida masalan lava chiqishi mumkin, kuydiradigan yoki suv bo'lishi mumkin, birdaniga cho'kib ketishi mumkin. Siz borib turib aytasizki, "Ey birodar, buni kovlamagan. Bu hozir tushib ketasan bu yerda pastda shaxta bor edi oldin" desiz, eshitmasdan turib sizga kina qilib yana kovlaversa. Biladi, siz uchun, sizga qarab kina uchun aynan shu ishni qilaversa. Keyin oxiriga nima qilasiz? Uni tashab qo'yasiz. Qaraysizki, o'sha yerga kirib ketgan, o'sha butunicha o'sha yer uni ustiga nima qulab ketib, o'ldirib tashlagan, o'lib ketgan, o'sha harom o'lib ketgan. Ana shu nuvallihi ma tavalla deyiladi. Ya'ni o'zi zalolatga harakat qilayotgan yo'liga, o'sha zalolatiga Alloh subhanahu va taolo aytibdi, men ko'mib qo'yaman o'sha, ya'ni qo'yib qo'yaman o'sha deyapti. Ko'milib ketmaydimi deyapti-da. Ya'ni mu'minlarning yo'lidan olganda, demokrat bo'lsa, demokratiyaga ko'milib ketadi. Sotsial bo'lsa, sotsializmga ko'milib ketadi. Takfirizm bo'lsa, takfirizm uni dunyoqarashi dini bo'lib ketadi, ko'milib ketadi shu zalolatlarga. Buni Allohning dini deb turib tasavvur qilishadi keyin. Chunki Alloh subhanahu va taolo bunaqa odamlarni o'zining zalolatiga tashab qo'ydi. Va nuslihi jahannam. So'ngra peshonasi bilan uni sudrab jahannamga kirgiziladi. Sa'a, ya'ni g'azab bilan, jahl bilan. Jahannam shunaqa joyki, ya'ni shunaqa qiynoq joyki, u yerdagi ichidagi sizni qiynaydigan farishtalar, Alloh asrasin, shunaqa odamlarni, ya'ni kofirlarni va jahannam ahlini qiynaydigan farishtalar g'ilaz. Ya'ni siz ularga rahim qil desangiz, birov jahannamda kuyayotgan odam rahim qil desa, ular aksincha g'azablanadigan shunaqa sifatlari bor. Uni sa' deydi, ya'ni. Shu g'azablanib sizni shu qiynaydigan joyga tushiradi. Alloh subhanahu va taolo shunaqa joyga deyapti, keyin tashlaymiz deyapti. Ana shu
mo'minlarni sabilidan yo'lidan ozgan boshqa yo'lda tutgan odamlarni shunday qilamiz debdi Alloh subhanahu va taolo. Masir shunaqa qismat bo'ladi, unga abadiy qolib ketadi. Uni mukofoti shu. Qilgan jinoyatlari uchun, mo'minlarni yo'lini tutmagani uchun, payg'ambar alayhisolamning Qur'on va sunnatlarini tutmagani uchun, Allohning diniga qarshi kurashib yurganini o'zi bilmasdan Allohning dini deb qabul qilgani uchun, mo'minlarning dinlarini kufrga ayblashı uchun, shunaqa buzg'unchiliklar uchun yoki Allohga shirk qilgani uchun, kofir bo'lgani uchun unga qilib aytganda, shunaqa odamlarni Alloh subhanahu va taolo nima qiladi? Mana shunaqa taqdirlaydi, abadul abad qolib ketadi. Shunaqa buzg'unchilarni. Vaholanki oyatda Niso surasining 115-oyatida musulmonlar haqida gap ketyapti, kofirlar haqida emas. Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Va may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kimda kim boshqa yo'lni tutsa, shaqqa yana sindirsa, shaqqa degani bir parcha turadi degani. Ya'ni shariatdan ham, islomdan ham bir parcha turaveradi unga. Unga islomdan ham bor bir parcha. Ana shunaqa odamni deyapti Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Musulmon kishi Allohning rasulini yo'lidan ozib boshqa yo'lga ketsa, iymoni bor uni. Hidoyat unga ayon bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo shunaqa jazolarga uni jazolaydi. Shunaqa nasihat qilib qo'ydim. O'ylaymanki, mana bu da'vatlarimiz yetib boradi. Alloh subhanahu va taoloning diniga ular amal qilishadi. Savol-javoblar bo'lsa, inshaalloh savol-javoblarga ochiqman. Alloh ajringizni bersin, bejon. Alloh rozi bo'lsin. Akalar savollar bo'lsa agar mavzu bo'yicha yaxshi bo'lardi. Allohimizdan rozi bo'lsin akaxon. O'zi bir o'rganib chiqibsiz-ku bu takfirchilikni-chi. So'ramoqchi bo'lganim, o'zi bu balo qachon boshlandi deng? Men balo deyman-da, bu takfirchilikni men yaxshi narsa demayman. Chunki islom dini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelgandan keyin nima uchun keldi desa, kofirlarda, mushriklarda, haq yo'lda ozib yurgan, botilda yashab yurgan insonlarni yaxshilikka, islomga olib kirishlik uchun, ularni musulmon qilishlik uchun keldi. Kim o'zini musulmon qilib olsa, jahannamdan o'zini saqlab qolibdi. Mashina yoyishlik uchun keldi. Aksincha, bali musulmon bo'lib turgan Robbim Alloh, payg'ambarim Muhammad deb namoz o'qiyotgan, o'zi qo'lidan kelganicha, qodir bo'lganicha ibodatlarini qilayotgan odamlarni bugungi kunda-da endi uni dindan chiqqan bu bizdan emas deyishlik juda og'ir jinoyatda. Shuni aytaman, bizni islom bu insoniyatni yaxshilikka yetaklash uchun kelgan din. Endi bugungi kunimizda mana sizni ham bezovta qilibdi, meni qachondan beri bezovta qiladi bu kasallik. Shu takfirchilik degan balo qaydan dunyoga kelib qoldi? Qachon boshlandi bu bola? Mana shu savol borda, o'rgangan bo'lsangiz agar. Akaxon boshida buni eshitmabsiz, cho'kib ketgandingizmi bilmadim. Men buni aytib o'tganman. 1970-yil asosiy bugungi kundagi takfir izlarida g'oyalari paydo bo'lgan. Buni Said Qutba kitob yozgandi. At-takfir va hijrat degan, val hijrat degan shunaqa jamoat tuzgandi. Endi asosiy musulmonlarga qaratib qo'yilgani bu asosan xavorijlardan boshlangan. Ali radhiyallohu anhu ni kofir deyishgan. Alini masalan Aliga qarshi shunaqa kurashganlar xalif bo'lgan paytda. Asosiy paydo bo'lishi u. Endi bugungi kundagi savremenni bu jamoatga aylanib, masalan jamoatga ish olib boradigan, musulmonlarga qarshi kurashadigan da'vatchilarni kuzatib yurib, josuslik qiladigan bunaqa g'oya o'zi qayerdan paydo bo'ldi desangiz, bu 70-yil paydo bo'lgan g'oya. Said Qutba yozgan kitob At-takfir val hijra degan shunaqa jamoatni o'z zamonida tuzib olgandi.
Undan keyin hozirgi davr, hozir bizning zamonimizga davr bu yetib kelyapti. Shunaqa odamlar bor, ular yuzlarini ba'zan ko'rsatmaydi. Gaplarimiz omonat deb turib o'zining shu fanatik shogirdlariga o'rgatishadi. Ular yuzlarini hech kim bilmaydi. Hatto da'vat qilib chiqib musulmonlarni qoralaydiganlarning yuzlarini bilmaysiz. U Alloh alam yahudi ham bo'lishi mumkin-da endi. Ana shu gaplarim omonat deb turib bu islom nimasi emasdi. Meni gaplarim omonat, falonchi da'vatni qilish omonat bo'lmaydi. Da'vat qani qilib boshqa odamlarni da'vat qilish omonat bo'ladi. Siz bitta birodaringiz aytib sizga u omonat bo'lmaydi, bu gapirishingiz kerak. Endi shaxsiy gaplar bo'lsa bu boshqa masala. Siz menga masalan birodar falonchi qizni yaxshi ko'rib qoldim, omonat sizga mana shu men nikoh qilib olaman desangiz bu shaxsiy gaplar. Endi da'vatga taalluqli bo'lsa, islomga taalluqli bo'lsa, qani qilib bu omonat bo'lishi mumkin? Bu ochiq narsa o'zi. Shuning uchun mana bu tomonlama haligi ustozlarni ham hech kim bilmaydi, ko'rmaganda ularda. Alloh alam shunaqa ekan. Alloh ajrini bersin. Ha, men boshida nima qilgandim-da, choyxona bilan portalni o'rtasidagi aqabaqa bo'layotgandim, e'tiborsiz bo'lib qolibman. Uzr, rozi bo'lasiz ukajon. Hammasi yaxshi akaxon. Kelar savollar bilan. Savol javob bo'lmasa akaxon, menga ruxsat berasiz. Alhamdulillah, 1 soatdan ham oshdi. Men boshqa ishlarni qilaman, keyin nima svязga chiqamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bir savol berib olsam bo'ladimi Mansur aka? Ha, bemalol. Said Qutb deyapsiz, Said Qutb Ihvanul Muslimin degan odammi, o'sha olimmi Said Qutb? Ha, oldin u Ihvanul Muslimindan bo'lgan, keyin uni Ihvanul Muslimin bilan ko'p nimalari chiqqan. Kelishmovchiliklar chiqqan, keyin shunaqa kitoblarni yozgan. Ular Ihvanul Muslimindan kofir deyishadi. Bo'l tushun, o'sha odammi yo'q, o'shani bilmoqchi edim. O'sha odam akaxon nima haligi Said Qutb oldin Ihvanul Muslimin bo'lgan. Keyin u Ihvanul Muslimindan chiqib ketgan, qanaqadir fitnalar bo'lgan ularning oralarida ham. Kitoblarni yozgan shunaqa takfir va hijra degan jamoatni nima qilgan kitoblari ko'p. Kitoblarni haligi nima qilsangiz bir nechta kitob bor. Asos shu. To'g'ri uni o'zgartirib, buzib, haligi tushunchalarni boshqacha qilib nima qilgan savremen nimalari ham ko'p. Lekin asosiy istoshning o'sha yerdan 70-yildan kelyapti-da bu o'sha g'oyani o'zi. To'g'ridan to'g'ri anaqasi yo'q ekan. Bo'lmasa u guruhga aytayotgan guruhingizga aloqasi yo'q ekan. O'sha kitobidan ta'sirlangan odamlar ekanda, shunaqami? Asosiy birinchi tuzgani Said Qutbani o'zi tuzgani At-Takfir va Hijra degan jamoat edi. Ular ham takfirchilar edi, lekin takfirchilarning me'yori bor edi-da u yerda. Endi uni kitobiga nima qilsangiz, bir ikkita varaqlarda ham o'qiganman, me'yori bordi. Endi uni qaraladi, u nima deydi, haligi zohir bo'lgan narsa bor, botin bo'lgan narsa bor, botinga kirib ketilmaydi. U zohir bo'lgan holatiga qarab hukm chiqaradi degan shunaqa yengilroqda, unaqa toifalar ham bor. Takfirchilarda bunaqa og'zi bilan og'ziga keladigan gapni gapiradiganlari bor, sal o'ylab turadigani ham bor ba'zilari. Shunaqa o'ylab turib, keyin gapirishi ham mumkin. Lekin g'oya bitta, ya'ni islomga qaratib qo'yilgan, musulmonlarga qaratib qo'ygan. G'oya bitta. Ba'zilari og'ziga kelgan narsalarni gapirsa, ikkinchishlari o'ylab qilsa ham bu bari musulmonlarga qaratib qo'yilgandi. Yaxshi Mansur aka, bo'lmasam o'zingiz chiroyli bir duo qiling aka. Keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Nima qilsa yigitlar? Agar mavzu bo'yicha savol yo'q bo'lsa, boshqa mavzuga o'tamiz. Bo'ldi akaxon. Jazakumulloh xayran. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin, ma'al qawmil mulhidin, ma'al qawmil mushrikin. Allohim bizni qilayotgan da'vatlarimizni kerakli joylarga o'zi yetkazsin. Bizni zolimlar, mushriklar va shunaqa adashganlar toifalaridan qilmasin. Alloh o'zi hidoyat qilsin har bitta mu'min xolis bandalarni. Va umid qilamizki, bu da'vatlarimiz yetib boradi. Alloh subhanahu va taolo ularning ham qalblarini ochadi. Bizga musulmon birodarlarimiz. Amin. Amin. Alloh rozi bo'lsin.